aynan shu mavzu ko'pchilikni qiziqtirgani uchun provodka o'zi nima u? Ya'ni shu orqali bir provodit, o'zi provodka hamma joyda bor. Luka Pacioli'ni ikki yoqlama yo'q. Xuddi включатель svetni yoqqandek. Svetni bossangiz включатель o'tga bo'lgandek, aynan tokni tushuntiradigan bo'lsak, o'qitayotganlar, o'rgatayotganlar samolyotiga bir yoqlama yozuv degan tushuncha yo'q. Aynan shu mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, provodka deyishadi. Bugun aynan provodkalar haqida gaplashamiz. Aynan shu mavzu ko'pchilikni qiziqtirgani uchun alohida mavzu qilib olib chiqdik. Ko'pchilik savol beradi. Provodka o'zi nima u? Qayerdan kelib chiqqan? Nimadan baholanadi? Qanaqa qilib to'g'ri tuzilishi kerak? Umumiy hisobda provodka so'zi aynan provodit degan so'zdan olingan. Bu buxgalteriyaning terminologiyasiga umuman daxli yo'q. Fizik terminologiyadan kirib kelgan narsa hisoblanadi. Provodit, o'zi provodka hamma joyda bor. Tokda ham bor, suvda ham bor. Nimani nimaga o'tkazayotgan bo'lsangiz, ya'ni A obyektdan B obyektga nimadir o'tkazmoqchi bo'lsangiz, provodka o'tkazasiz. Xuddi shu narsa provodka. O'zi asli mohiyatini oladigan bo'lsak ham shu mavzuni beradi. Ya'ni qaysidir obyekt, A obyekt, oddiy misolda ko'rsatib beraman. B obyektdan bir narsa ulayotgan bo'lsangiz, demak, mana shu narsa provodkada ulanib, bundan bunga oqim bo'ladi. Yoki bundan bunga oqim bo'ladi. Bitta narsaga yetkazib berishini tushuntiriladi. Ya'ni shu orqali bir qanaqadir ulama yoki bir obyekt orqali yetib borishi tushuniladi provodkada, buxgalteriyada. Umuman olganda biz provodka terminologiya sifatida ko'rganimiz uchun juda qiyin va murakkab vaziyatlarga kelib qoldik. Provodkani ulamalari jihatidan mana shu qoidani butun umr eslab qolinglar. Sababi bundan bunga o'tkazayotgan bo'lsanglar, mana bu truba orqali bu beruvchi bo'ladi, bu oluvchi bo'ladi. Bundan bunga o'tkazayotgan bo'lsanglar, aynan bu beruvchi bo'lib qoladi, bu oluvchi bo'lib qoladi. Ya'ni kimdan o'tkazmalar tushunchasida trubadan narsa o'tyapti. Qatimdir yopib qo'ysa, bu trubadan narsa o'tish to'xtaydi. Aynan shu jihatdan provodka mana shu mantiqdan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Boshqacha tushunishga harakat qilmanglar, o'zingizlarni qiynab qo'yasizlar. Shuni hisobiga biz bot takror aytamiz. Provodka aynan buxgalteriyaning terminologiyasidan emas. Buni mana shu fizik terminologiyadan olib tushunish kerak. Endi buxgalteriyaga bog'laydigan bo'lsak, aynan Luka Pacioli'ni ikki yoqlama yozuv degan tushunchada biza qisqacha o'sha samolyot ko'rinishida ko'rsatib beraman. Debitlarimiz bo'ladi, ifodalovchi joyda va kreditlarimiz bo'ladi. Aynan bularni ham truba deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bular ikkalasini orasida truba o'tgan. Faqat truba har doim beruvchi taraf aynan minus tokda provodka bo'lgandek, aynan tokda tushuntiradigan bo'lsak, tok beruvchi minus bo'ladigan bo'lsa, bunda ham tok beruvchi kredit hisoblanadi. Shuning uchun bu faqat beradi. Bu hech qachon hech narsa bera olmaydi. Bu faqat qabul qiluvchi bo'ladi. Shuni hisobiga provodkamda tok o'tadi bu yerdan, bu narsani svetini yoqadi. Xuddi включатель svetni yoqqandek. Svetni bossangiz включатель yonmaydi. Xuddi shu narsa svetni bossangiz ham включатель o'chmaydi. Faqatgina aynan включательli jihatidan bu mana bu narsa включатель hisoblanadi. Mana bu narsa aynan chiroq hisoblanadi. Demak, bu yo'qoladi. Provodka ham xuddi shunaqa. Demak, bu beruvchi aynan beruvchi deb ifodalanadi. Debit aynan qabul qiluvchi deb ifodalanadi. Ikkita plus minus bilan bog'liqlik jihatidan provodit qilayotganda har doim kreditdan debitga provodit qilinadi. O'qilish jihatidan qaraydigan bo'lsak, nazariyada umuman daxli yo'q. Debit qismi birinchi, kredit qismi. Lekin bilib oling, beruvchi bu aynan kredit hisoblanadi. Qisqaroq aytadigan bo'lsam, agar bu ikkita provodkani bir-biriga bog'lanmasini ko'radigan bo'lsak, olim menga pul berdi. Xuddi shu jihatni ko'rib o'tamiz. Beruvchi olim bo'lyapti, oluvchi narsa pul bo'lyapti. Demak,
Olim qayerda keladi? 5 sekund o'ylab ko'ringlar. Beruvchi olim. 1 2 3 4 5. 4. Kim kreditni degan bo'lsa shu. Aynan beruvchi olim bo'layotganligi uchun olimdor beryapti. Nima beryapti? U pul. Buni ko'rgan odam olimdan pul olibdi deydi. Demak, umuman xuddi shu mantiqda provodka ishlaydi. Har doim beruvchi aynan kredit oluvchi, olinuvchi narsalar debitda bo'ladi. Misol uchun, qaysidir soliqni qaysidir boshqa soliqqa o'tkazyapsiz. Demak, qaysi soliqdan beruvchi bo'lsa, misol uchun foyda solig'ida ko'proq to'lovingiz bor, foyda solig'i beryapti, misol uchun daromad solig'iga o'tkazyapsiz. 2 million ortiqcha to'lab qo'ygandingiz, endi shu solig'ingizni boshqa soliqqa o'tkazmoqchisiz. Bu holatda qanaqa bo'ladi degan narsa. Foyda solig'i beruvchimi? Demak, foyda beradi. Aynan foyda solig'i beruvchi bo'lgandan keyin buni kim olyapti? Daromad solig'i olyapti. Daromad solig'i oluvchi hisoblanadi. Summani yozib qo'yaverasiz. Yana bitta narsa, iltimos, pedagoglar, o'qitayotganlar, o'rgatayotganlar, samolyot bilan tushuntirayotganlar diqqatiga. Bir yoqlama yozuv degan tushuncha yo'q. Simma olib, boshiga lampochka ulamasdan turib, nimaga yonmayapti degan narsani beradi. Mantiqsizlik. Qanaqa tushunchada mantiqsizlik deyman? Shuni hisobiga biz provodka degan tushunchani tushunishimiz qiyin bo'lib ketgan. Provodkani olishyapti, ham narx ko'rsatishyapti. 51.10 debit kredit. Insonlar mana bu bitta shot o'zi. Sim. Qayerga beryapti bu? Kimga beryapti bu? Nima beryapti bu? Bunaqa bo'lmaydi. Bu mana mashinaqa o'rganganimizdan, mashinaqa provodka o'rganganimizdan provodka degan tushuncha, provodka degan masala butunlay esimizdan chiqib ketdi. Umuman tushunchasiz bo'lib qoldi. Faqat mantig'ini tushunib olaylik. Provodka aynan shu mantiqda keladi. Bilib olinglar. Kredit toki bermaguncha debitda hech narsa ifodalana olmaydi. Demak, qayerdandir qayergadir olib beryapsizmi? Bilib oling. Beryapti degan tushuncha, beryapti degan mantiq kelyaptimi? Kredit ifodalanadi. Olyapti degan mantiq kelyaptimi? Debit ifodalanadi. Va aktiv passivlar haqida qisqacha tushuntirib beraman. Aktiv passivlarni tushunchamiz juda sust bo'lib ketdi. Qaysi biri aktiv, qaysi biri passiv degan tushunchalarda. Aynan shu mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, like bosamiz, podpiska bosamiz, kommentariyada o'zimizning savollarni qoldiramiz. Provodka esa aynan shu narsa. Kelasi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling, buxgalterlarning bosh buxgalterlari. Otabek Kadyrov путь, а неудача, где другие ждут, он делает. Qaysi kursni bitirsangiz buxgalter bo'lishingizni yoki kurslarni bitirib shogird bo'lib qolaman yoki bo'lmasam doimiy yordamchi bo'lib yana qanchadir vaqtimni ketkazishim kerakmi deb o'ylayotganlar uchun bizning kursimiz, ya'ni shaxsan men Otabek Kadyrov buxgalterlarning bosh buxgalteri kursiga start beraman. Kursimiz davomida siz umuman boshqa atmosfera, umuman boshqa buxgalteriya, siz hattoki tasavvur ham qila olmagan buxgalteriyani, siz umuman boshqacha qilib tasavvur qilgan fanni, tasavvur qilgan kasbni oddiy yo'nalishda haqiqiy bosh buxgalter bo'ladigan darajada o'rgatadigan kasb sifatida ko'rsatib beraman. Bizning kurslarimiz onlayn va offlayn tarzda bo'lib o'tadi. Albatta bu kurslarimizda siz ishlab chiqarish buxgalteriyasi bo'ladimi, xizmat ko'rsatish buxgalteriyasi bo'ladimi, savdo bo'ladi, magazin, apteka, qurilish, qaysi sohani buxgalteriyasi bo'lishidan qat'iy nazar, siz haqiqiy aynan bosh buxgalter qanday bo'lishini bilib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Quyida keltirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, yoziling. Joylarimiz soni guruhlarda 18 kishi. Kichik guruhlarimizda 5 kishi hamda yakka tartibdagi guruhlarimiz ham mavjud. Agar siz ishlayotgan buxgalter bo'lsangiz ham tashrif buyurishingiz mumkin. Nimadir hisobotlarni qila olmayapsizmi? Yoki kimdandir yordam so'rashni bilmayapsizmi? Tanishlaringizdan yordam so'rasanglar uyalish mumkinligi. Qanaqa buxgaltersan deyish mumkinmi? Demak, biz doim siz uchun tayyor turamiz. Shaxsan o'zim o'tadigan kurslarim, ya'ni buxgalterlarning bosh buxgalterida siz kimningdir shogirdi emas, kimningdir yordamchisi emas, aynan bitirishingiz bilan bitta bo'ladimi, 10 ta bo'ladimi, 15 ta bo'ladimi yoki o'zingiz shogird olib
20 ta 30 ta firma qilasizmi? Bu sizning ixtiyoringizda. Siz albatta buxgalterlarning bosh buxgalteri bo'lishingiz kafolatlanadi. Hech qanday muammolarsiz, nazariyadan ancha uzoq. Buxgalterlar haqiqatdan ham qanday ishlashini bilmoqchi bo'lsangiz, biz birinchi darsdan sizni korxonada buxgalter qanday bo'lishini o'tkazib ko'rsatishni boshlaymiz. Hujjatlar bilan ishlashni boshlaysiz. Buxgalteriya qilishni, hisobotlar topshirishni, rahbarga, soliqqa nima deyish kerakligini, provodkalarni hammasini, umuman kelajakda qayerdadir qoqilishingiz mumkin bo'lgan joylardan aylanib o'tishni ko'rib o'tamiz. Buxgalterlarning bosh buxgalteri kursimiz boshqalardan farqi biz nazariyadan ancha uzoqdamiz. Har bir qilayotgan, hisoblayotgan narsamizni hozir trendda bo'lgan AdNS programmasida qanday o'tilishi, qanday joylanishi, biz qo'lda hisoblagan hisobotlarimiz AdNSda qanday aks ettirilishini ko'rib o'tamiz. Umumiy hisobda 7-darsning o'zidayoq siz 6 milliard, 7 milliardlik tashkilot, ya'ni ishlab chiqaruvchi tashkilotni bemalol balansini chiqarishingizni shaxsan o'zim kafolatlab beraman. Demak, quyida keltirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, yoziling. Biz kursimizga, ya'ni buxgalterlarning bosh buxgalteri kursimizga start beramiz. Onlayn va offlayn tartibda bo'ladi. Yana bir narsa, biz har bir darsni video tasmalarga olamiz va bu darslar albatta sizga yuboriladi. Kelajakda ham qandaydir savollar tug'ilib qolsa, shu darslikni ko'rib, yana esingizga tushirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Guruhda, yakka tartibda yoki kichik guruhlarda o'qimoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. Siz albatta kelajakda eng zo'r buxgalterlarning eng zo'ri bo'lishingizga ishoning. Biz albatta bu narsani ta'minlashimizga ishonamiz. Kelajakda ko'rishguncha salomat bo'ling, bo'lajak buxgalterlar.